Assalomu alaykum. Biz hozirda Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol mufeyida joylashgan 685-raqamli konturdamiz. Bu konturimizda Xalq banki bilan hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsulotlari yetishtirilmoqda. Ushbu konturimizning umumiy maydoni 15 gektar bo'lib, bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda ekinlarni yetishtirish 140-150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida ekinlar sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 15 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 1 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun ushbu dehqon xo'jaliklarimizga lider tadbirkor Dashtobod Rich Iniyat korporativi biriktirilgan. Ushbu loyihadan 1 gektardan 80 tonnadan 15 gektardan 400 tonna hosil olish ko'zda tutilgan. Har bir dehqon xo'jaligi 100-110 million so'mdan daromad olishi reja qilingan. Mazkur ekinlar yig'ishtirilgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarini daromadini yanada oshirish ko'zda tutilgan.